Dunyoga mashhur xush ovoz qari Abdulbasit Abdusamad. Misr desa, ko'pinchimizning esiga Nil daryosi bilan Al-Ihram va Shirtillik odam haykali keladi. Amaliyotda bulardan boshqa Misrning bizga ancha tunish bo'lmagan eng muhim yana bir alohidaligi bor. U bo'lsa-mu Misrning qarilar bo'shki ekanligidir. Haqiqatan shundoq. Qadimdan tortib hozirgacha Misr haqiqatan qarilarning bo'shki bo'lib kelgan. Ba'zilarimizga tunishliq bo'lgan yaqinqi zamondagi Muhammad Siddiq Manshaviy, Mahmud Xalil Xusari, Mahmud Ali Albanna, Mustafa Ismoil, Muhammad Rifat, Muhammad At-Tablaviy qatorliq dunyoga mashhur qarilarning hammasi Misrdan chiqqan. Biz bu tarjimaholda qisqacha tunishib chiqmoqchi bo'lganimiz bularning ichidagi avom xalqqa eng mashhur bo'lgan xush ovozli Qur'on bulbuli Abdulbasit, uning tug'ilishi va o'sib yetilishi. Qari Abdulbasit 1927-yili Misrning shimolidagi Qina viloyatining Armand shahrida Qur'on Karim oilasida tug'ilgan. Bundaq deyishimiz, uning buvisi va dadasining tajvidli qari bo'lganligidandir. Shayx Abdulbasit Qur'on Karimni 10 yoshiga barmay turibla mahallasidagi shayxda yodga olib bo'lgan. Keyin Shayx Muhammad Salimning qo'lida 7 xil qiroat ilmi qatorliq Qur'on Karimga munosabatli ilmlarni o'qigan. U 12 yoshga kirmayla har xil ommaviy yig'ilishlarga taklif qiladigan bo'lgan. Chunki ustozi Muhammad Salim barg'anli yerida Abdulbasitning tarbiya qilgan. Kishilar Shayx Muhammad Salimni cho'ng ko'radigan bo'lg'achqa, uning maqtishi kishilarning bola Abdulbasitga o'zildirmay taklifnomalarni avatishga turtki bo'lgan. U Ramazonda xatmidan o'tishga boshlagandan keyin atrofga to'nilgan. U mashhur qari Muhammad Rifatning ovozini intayin yaxshi ko'radi. Uning ovozini anglash uchun uzun musobalarni besish uningga hech gap emas edi. U mundaq deydi: 10 yoshimda Qur'on Karim yodlab bo'lgan edim. Qur'on Karim tilimga to'liq yenik edi. Dadam qatnash ministerligida xizmat qiladi. Buvam ahli ilm kishi edi. Men ularga boshqa qiroatlarni o'rganish arzuyim borligini aytdim. Ular menga Tanta shahriga berib, Shayx Muhammad Salimda Qur'on bilimlari va boshqa qiroatlarni o'rganish taklifini berdi. Armand bilan Tantaning orasi yiroq edi. Ammo bu mening istiqbolimga munosabatli bo'lg'achqa safar tayyorligini boshlab ketdim. Tantaga yo'lga chiqishdan bir kun burun Shayx Muhammad Salimning Armandga diniy institutga o'qituvchi bo'lib keladiganligidan xabar topdi. Armandliklar Shayxni alohida qizg'in kutib oldi. Chunki ular Shayxning Qur'on Karim va u vaqtdagi ilmida qanchalik yuqori o'rinda ekanligini yaxshi biladi. Taqdir go'yo bu Shayxni dal vaqtida faqat biz uchun bu joyga olib kelgan edi. Yurt xalqi uningga Qur'on Karim yodlash jamiyati qurib bergan edi. Shayx bu joyda Qur'on Karim yodlatdi, Qur'on ilmlari va boshqa qiroatlarni o'rgatdi. Men Shayxning qashig'i berib, Shayxga Qur'onni boshdan oyoq bir o'qib o'tkazdim. Andin 7 xil qiroat ilmiga xos bo'lgan Shatibiya degan kitobning tekstini yodladim. Murosimdagi yosh qari Shayx Abdulbasitning 1950-yili Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning navrisi Fatima radhiyallohu anhaning qizi Hazrati Zaynab radhiyallohu anhani xotirlash murosimiga qadam tashrif qilish uchun Qohiraga kelgandan boshlab rasmiy holda danqi chiqqan. Bu murosim bu yulduzning chaqnashining boshlanishi bo'lib qolgan. Murosimda masjid imomi uni qiroat kursiga taklif qilgan. U dastlab o'zidan cho'ng ustoz hisoblanadigan qarilar va shunchalar ko'p odamning oldiga o'tishdan yaltib bir oz ikkilanishda bo'lgan. Ammo masjid imomining qayta taklif qilib rag'batlantirishi bilan qiroat kursiga chiqqan. Kishilar cho'ng qarilar bar turib hech ikkilanmay oldiga chiqqan bu yigitning bu ishidan bir oz taajjublangan. Ko'zlarini uningga tikkan. U qiroat kursiga joylashib olgandan keyin Ahzab surasining shubhasizki Alloh payg'ambarga rahmat qiladi. Farishtalarmi uning uchun mag'firat tilaydi. Ey mu'minlar, sizlarmi payg'ambar uchun durud aytinglar va amalloq tilanglar degan oyatidan boshlab o'qiydi. Shuning bilan kishilar uning hayron qolarliq talanti va intayin yaqimli qiroatiga mahliyo bo'ladi. Aslida 10 minut qilib bekitilgan o'qish vaqti kishilarning talabiga asosan 2 soatdan ko'proq uzartiriladi. Arliqda bir oz aram olgandan keyin yana tong otqanga qadar o'qiydi. Kishilar bu qarining mo'jiza kabi xush ovoziga mast bo'ladi va butkul masjid ularning madhiya olqishlaridan Allohu akbar, Alloh sendan rozi bo'lsin degan sadolardan titrab ketadi. Ovozi kishilarni o'ziga ram qilib oladi. Misr radiosining eng yosh qarisi
Sayyida Zaynab jamiasidagi tilovatidan keyin uningga Shayx Dabbodin Misr radiosida tilovat qilish taklifi keladi. U taklifni qabul qiladi. Keyin radio o'zlarining rahbarlari uningga radioning rasmiy qarisi bo'lish taklifini berdi va u shuning bilan Misr radiosining rasmiy qarisi bo'lib qoladi. U radioda tunji tilovat qilishi bilan nomi butun Misrga, andin butun islom dunyosiga pur ketadi. Uning tilovat qiladigan muqim vaqti har shanba kech edi. U radioda tilovat qilishga boshlab bir qancha oydan keyin radio uzilining ehtiyoji tufayli yurti Armandan Qohiraning Sayyida Zaynab mahallasiga ko'chib keladi. Keyin Misrdagi masjidlarda yo'tkilib yurib, Misrdagi musulmonlarning Qur'on Karimga bo'lgan tashnaligini bir oz bo'lsa-mu qondirishga harakat qiladi. Uning xalqaro ziyoratlari. U radioga kelib, ma'lum mazgildan keyin dunyoning hamma yeridan uningga taklifnomalar kelishga boshlaydi. 1952-yili haj farzan ado qilish uchun dadasi bilan birga Makka mukarramaga safar qiladi. U Saudiyada taklifga binoan taratqularda tarqatilish uchun bir bo'lik qiroatlarni unga olib berdi. Haram masjidida, Madina Munavvaradagi payg'ambar masjidida tilovat qiladi. Shu vaqtda uningga Makka ovozi degan nom beriladi. U Saudiyada ilgari keyin bo'lib bir qancha qatim ziyoratda bo'ladi. U shuningdan keyin dunyodagi nurg'un davlatlarda taklifga binoan ziyoratda bo'ladi. Nagili barmasin shu yerdagi musulmonlar uni alohida kutib oladi va tilovatini anglash uchun misli ko'rilmagan darajada qarshi oladi. Masalan, Pokistonga taklif qilinganda shu vaqtdagi Pokistonning raisi shaxsan o'zi aydirimga chiqib kutib olgan va shayx taxi aeroplandan tushib bo'lolmasdila oldiga berib qo'l ilishib ko'rishgan. Indoneziyaga borganda poytaxt Jakartadagi eng chong masjidda qiroat qilgan bo'lib, masjidning ichida emas, balki o'pcho'rilarimi qiroat anglashga kelgan odamlar bilan liqqada to'lib ketgan. Masjid sirtidagi odamlar 1 kvadrat kilometr doiraga so'zilgan bo'lib, ta tong otgan qadar o'ri turib shayxning qiroatini tinglagan. Bundaq ish boshqa davlatlarda ham ko'p qatim yuz bergan. U Arab islom davlatlaridan boshqa yana Osiyo va Afrikadagi Birma, Malayziya, Afg'oniston, Janubiy Afrika qatorliq nurg'un davlatlarni va Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, London, Hindiston qatorliq nurg'un joylarni ziyorat qilgan. Uning oyog'i tegmagan musulmonlar diyori asosan qolmagan. U erishgan hurmatlar. Shayx Abdulbasit hech qanday qori erishib boqmagan qadrlashga erishgan bo'lib, bu uning yarim asrga yaqin vaqtini faqat Qur'on Karim o'qish bilan o'tkazganligi, xush ovozliq bo'lganidan boshqa yana go'zal axloq, fazilat sohibi bo'lganligidandir. Albatta, bu yarim asr jarayonida u g'oyat zo'r sondagi kishilarning duoyi tilaklari va yaxshi ko'rishiga nail bo'lgandan sirt, ularning taqdirlashlariga erishgan. Kishini ajablantirdigani shuki, bu hurmat va qadrlashlar vaqt o'tgan sari sustlashmoqda yo'q, balki texmi ortib beryotadi. U hayot vaqtida yana nurg'un davlatlarning ko'pligan medallarga erishgan bo'lib, ular tuvandekcha. 1959-yili Suriyaning bosh vaziri bergan medal. 1965-yili Malayziya hukumati bergan medal. 1975-yili Senegalning raisi bergan medal. 1980-yili Pokiston bergan oltin medal. 1984-yili Pokiston raisi Ziyaul Haq tarafidan berilgan o'limalar medali. Misr radiosi radio ta'sis qilinganligining 50 yil xotirjamligida bergan medal. 1987-yili Misr raisi Muhammad Husni Muborak bergan medal. Livan Jumhuriyati bergan medal. Iroq Jumhuriyati bergan medal. Kesili va vafoti. Shayx Abdulbasit vafotidan bir oz burun qatnash hodisasiga uchraydi. Ya'ni uning mashinasi bilan shal besib mang'an yuk mashinasi so'qishib ketadi. Bu hodisaning uning diabet kesili bilan jigar yallog'ining asoratida kuch elishayotgan jismiga cho'ng ta'siri bo'ladi. Hodisadan keyin u doktorxonada 3 hafta yotib, doktorning ko'rsatmasi farzandlarining zo'rlashi bilan o'g'li Tariqning hamrohligida davolanish uchun Londonga boradi. Londonga borib, bir hafta bo'lganda shayx Misrga qaytib ketishni talab qilib turib olib, qaytib keladi. Londondan qaytib kelib, 3 kundan keyin, ya'ni 1988-yili 11-oyning 30-kuni chorshanba vafot bo'ladi. Meyiti rasmiy davlat arboblaridek o'zdiradi. Nurg'un davlatlarning elchilari o'z xalqlariga, rais podshohlarga vakolatan meyit namozida qatnashadi. Manba: Arabcha Wikipedia. Tayyorlovchi Bilimyor.